Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona shaharda Kiyov yaqinida 3 xonali birinchi etajdan remontlari yaxshi, gaz suv sveti bor joydan bitta xonadon topib qo'ydim. Sizlar bilan ko'rib bitta tomosha qilib chiqamiz. Mana bu turgan joyimiz bitta yotoqxona. Xonalari ham keng, yaxshi ekan, remontlari joyida. Kelib, sondiq javoningizni olib kelasiz, kiyim-kechingizni olib kelasiz, yashaysiz. Mana bu asosiy eshikdan kiraverish qismi, koridori ham kattagina. Puli arzon ham ekan. Oxirigacha ko'ramiz videoda, puli arzon. Kirishimizga yana bitta xona mana. Remontlari yaxshi, aboylarni yopishtirib qo'yilgan. Kelib yashashga sharoitlari zo'r. Mana bu koridorda ro'parasida o'zini kladovkachasi. Kladovkasi ham keng ekan mana. Qolganlarga qaraganda. Xonadonimizni skvoznoy oldi, orqasida o'zini огорodi ham bor. Bu tomoni mana hojatxona, bunisi mana vannaxonasi. Aristonlari ham bor. Hamma sharoitlarni yaxshi qilib qo'yishgan. Mana bu yerda endi oshxona. Oshxonani balkonga olib chiqishgan, bu yerda bitta xona, pastda 4 xona bo'lyapti. Bu tomoni mana keng bitta balkon. Xonadonimizdek skvoznoy, oldi orqasida огорodi bor. Bu yerda bilasizlar do'stlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i VIPda. Bu tomonda ham mana keng bitta zali. Zalni ham qarang, remontlari zo'r, aboylarni ham yopishtirib, yashashga tayyor holatda. Mana o'zini kotel ham bor, isitish tizimlarini zo'r qilib qo'yishgan, radiatorlarni qo'yib qo'yilgan. Hamma sharoitlariga ega. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar tennisli ko'rtda, Kiyov yaqinida, Boy mahallada, 5 qavatli binoda, 1-qavatida. Skvoznoy 3 xonali, oldi orqasida огорodi bor, kotellarni o'rnatishgan, remontlari 70-80% ga bitgan holatda. Kelasiz, kiyim-kechingizni olib kelasiz, yashaysiz. Xo'p, narxini 34 mingga baholashyapti. Kelinglar, ko'ringlar, yoqsa xudo xolasa baraka qilamiz. Narxi ham zo'r holatda, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor.